alaykum aziz o'quvchilar. Bugungi 9-sinf geometriya darsida sizlar bilan birgalikda geometriya va o'xshashlik mavzusini birgalikda o'rganamiz. Marhamat. Esingizda bo'lsa, o'tgan darsda sizlarga mustaqil bajarish uchun topshiriqlar berilgan edi. Shu topshiriqlarni birgalikda tekshirib ko'ramiz. Demak, 19-paragrafning 6-masalasida perimetri 84 cm bo'lgan uchburchakning bir tomoniga parallel qilib o'tkazilgan to'g'ri chiziq undan perimetri 42 cm ga va yuzi 26 cm kvadratga teng uchburchak ajratdi. Berilgan uchburchakning yuzini toping. Demak, uchburchak ABC perimetri 84 cm. Demak, uchburchak chizib oldik va uchburchakning uchlarini belgilab olamiz. A, B, C. Mana ushbu uchburchakning perimetri 84 cm. Endi AC tomonga parallel qilib M hamda N nuqtalari kesishgan kesmani o'tkazamiz. AC parallel MN ga. Demak, bu yerda MBN uchburchakning perimetri 42 cm ga va ushbu MBN uchburchakning yuzi esa 26 cm kvadratga teng. Endi topishimiz kerak ABC uchburchakning yuzini. Demak, bilamizki uchburchaklarning o'zaro nisbati, ya'ni uchburchak ABCning nisbati uchburchak MBN ga, bu esa o'xshashlik koeffitsiyentining kvadratiga teng va bu ham teng bo'ladi ushbu uchburchaklarning perimetrlarining o'zaro nisbatining kvadratiga. Endi berilgan sonlarni o'z o'rniga qo'yib chiqsak, mana uchburchak ABCning perimetri 84 cm ga teng edi, uchburchak MBN ning perimetri 42 ga teng edi. Bularni bo'lib olsak 2 ning kvadrati 4. Bu yerdan uchburchak ABCning yuzini topib olsak, 26 ko'paytirib 4 104. Demak, javobimiz 104 cm kvadrat. Navbatdagi masala. O nuqtaga nisbatan simmetrik shakllar o'xshash bo'ladimi? Mana shaklimiz berilgan. Ushbu O nuqtaga nisbatan simmetriya chiziqlar o'tkazilgan. Javobimiz O nuqtaga nisbatan simmetrik shakllar teng bo'ladi. To'rtburchak shakldagi paxta maydoni xaritada yuzi 12 cm kvadratga bo'lgan to'rtburchak bilan tasvirlanadi. Agar xarita masshtabi 1 ga 1000 nisbatda bo'lsa, maydonning haqiqiy yuzini toping. Yechish. Xaritadagi maydonning yuzini S1 deb belgilab olsak va uni 12 cm kvadratga tengligini bilamiz. Va bu yerda o'xshashlik koeffitsiyenti K imiz 1000 ga teng. Demak, S taqsim S1 barobar K kvadratga teng edi. Demak, S1 ning o'rniga 12 cm kvadratni olib kelib qo'yib, K ning o'rniga 1000 sonini qo'ysak va buni ishlasak bo'ladi. S taqsim 12 barobar 1000 ning kvadrati. Bu yerda S barobar 12 ko'paygan 10 darajasi 6 cm kvadrat. Bu santimetr kvadratni metr kvadratga o'tkazsak 1200 metr kvadrat bo'ladi. Demak, paxta maydonining haqiqiy yuzi 1200 metr kvadrat ekan. Navbatdagi masala. Yuzlari 8 cm kvadrat va 32 cm kvadrat bo'lgan ikkita o'xshash uchburchak perimetrining yig'indisi 48 cm. Uchburchakning perimetrini toping. Demak, mana uchburchak chizib oldik. Ikkinchi uchburchakni chizib olyapmiz. Va demak, birinchi uchburchakimiz S A1 C1 B1 barobar 8 cm kvadrat. Mana belgilab oldik. A1 C1 B1. Ushbu uchburchakimizning yuzi 8 cm kvadrat. Va ikkinchi uchburchagimizning yuzi 32 cm kvadrat. Mana ikkinchi uchburchagimizni ham uchlarini belgilab olyapmiz. Ushbu uchburchaklarning perimetrlarining yig'indisi 48 cm ga teng. Topishimiz kerak bo'ladi. Uchburchakning har birini alohida perimetrlarini topishimiz kerak. Demak, biz bilamizki, uchburchaklarning perimetrining o'zaro nisbati K ga teng. Uchburchaklarning yuzining o'zaro nisbati K kvadratga teng. Ushbu formulalarga ko'ra o'xshashlik koeffitsiyentini topamiz. Bu yerdan K ni topsak,
Mana k kvadrat 32 taqsim 8 bu ham bo'ladi 4 ga teng. K'imiz esa 2 ga teng. Bilamizki, uchburchaklarning perimetrining o'zaro nisbati k ga teng edi. K esa 2 ga teng. Bundan kelib chiqadi, uchburchak ABCning perimetri barobar bo'ladi. Uchburchak A1, B1, C1 uchburchakning perimetrining 2 ga ko'payganiga. Bu yerda ABC uchburchakning perimetrining o'rniga mana 2 P A1 B1 C1 qo'shuv P A1 B1 C1 ni qo'ysak, bularning yig'indisi 48 edi. Demak, bu yerda 3P A1 B1 C1 uchburchakning perimetri 48 cm. Bundan kelib chiqadiki, uchburchak A1 B1 C1 uchburchak perimetrining yig'indisi 16 cm ga teng. Ikkinchi uchburchagimizning perimetri esa 32 cm ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Demak, gamma-teta va o'xshashlik. Eng sodda o'xshash almashtirishlardan biri gamma-tetadir. Aytaylik, F shakl A nuqta va K musbat son berilgan. F shaklining istalgan X nuqtasi orqali nur o'tkazamiz. Va bu nurda uzunligi K OX bo'lgan OX1 kesmani qo'yamiz. Shu usul bilan F shaklining har bir X nuqtasida X1 nuqtani mos qo'yadigan almashtirish gamma-teta deyiladi. Mana, marhamat. Teorema. Gamma-teta o'xshashlik almashtirish bo'ladi. Isbot. Ixtiyoriy O markazi K koeffitsiyentli gamma-tetada F shaklining X va Y nuqtali X1 va Y1 nuqtalariga o'tsin. U holda gamma-teta ta'rifiga ko'ra XOY va X1OY1 uchburchaklarda burchak O umumiy bo'ladi va OX1 taqsim OX barobar OY1 taqsim OY barobar K bo'ladi. Demak, XOY va X1OY1 uchburchak ikki tomoni va ular orasidagi burchagi bo'yicha o'xshash. Mana shuning uchun mana X1 Y1 X1 O hamda XO. Demak, X1 Y1 taqsim XY barobar OX1 taqsim OX. Xususan X1 Y1 barobar K ko'paygan XY ga. Teorema isbotlandi. Masala ko'ramiz. AOB burchak tomonlariga urinuvchi ixtiyor ikki aylana gamma-tetik bo'lishini va O nuqta bu gamma-teta uchun markaz ekanligini isbotlang. Demak, mana ekranlaringizda ko'rinib turgan tasvirda markazlar O1 va O2 bo'lgan aylanalar AOB burchak tomonlariga urinsin. Demak, tasvirda 3-rasm keltirilgan. Bu darslikda ham bor. Bu aylananing gamma-tetik ekanligini isbotlaymiz. Ya'ni aylanalar OA nurga mos ravishda X1 va X2 nuqtalariga uringan bo'lsin. U holda uchburchak OX1 O1 o'xshash bo'ladi uchburchak OX2 O2. Chunki burchak X1 O1 barobar burchak X2 O2 va burchak OX1 O1 teng bo'ladi burchak OX2 O2 ga. Bu esa 90 gradusga teng. Bundan X2 taqsim O1 X1 barobar OO2 taqsim OO1. O'ng tomondagi nisbatni K bilan belgilaymiz va koeffitsiyentni K barobar O2 X2 taqsim O1 X1. Markazi O bo'lgan gamma-tetani qaraymiz. Mana aytaylik, bu gamma-tetada O1 markaz aylananing istalgan M1 nuqtasi M2 nuqtaga o'tgan bo'lsin. U holda O2 M2 barobar bo'ladi K ko'paygan O1 M1 yoki O2 M2 miz barobar bo'ladi O2
x2 taqsim O1 x1 ga. O ham ko'payadi O1 m1 ga. Bundan O1 x1 barobar O1 m1 bo'lgani uchun O2 x2 barobar O2 m2 tenglikni hosil qilamiz. Bu M2 nuqta markazi O2 nuqtada radiusi O2 x2 teng bo'lgan aylanada yotishini bildiradi. Demak, qaralayotgan aylanalar o'zaro gamotetik ekan. Demak, 20-paragrafning 3-masalasini ko'ramiz. Uchburchak chizing. Uchburchak ichki sohasida, tashqi sohasida O nuqta belgilang va koeffitsiyenti 2 ga teng bo'lgan O markazli gamotetiyani qarab berilgan uchburchakka gamotetik uchburchak yasang. Mana birinchi A'miz ichki sohasida edi. Mana ichki sohasida O nuqtani belgiladik uchburchaklar. Mana koeffitsiyent 2 ga teng bo'lgan uchburchak ichki sohasidagi O markazi gamotetiyada berilgan A1, B1, S1 uchburchakka gamotetik uchburchak ABC uchburchak bo'ladi. Mana ekraningizda ko'rinib turgan katta uchburchak bu ichki sohasida berilgan uchburchakka gamotetik uchburchak bo'ladi. Endi masalamizning ikkinchisi B tashqi sohasida yotishi kerak edi. Mana koeffitsiyent 2 ga teng bo'lgan uchburchak tashqi sohasidagi O markazli gamotetiya berilgan. Mana ABC uchburchakka gamotetik uchburchak A1, B1, S1 uchburchak bo'ladi. Mana ekranda ko'rinib turibdi. Navbatdagi masala. Perimetrlari 18 cm va 27 cm bo'lgan ikkita romb o'zaro gamotetik. Bu romblar tomonlari va yuzalarining nisbatini toping. Mana romblarni chizib oldik. Birinchi rombning perimetri 18 cm, ikkinchi rombning perimetri 27 cm. Demak, bularni tomonlar hamda yuzlarining nisbatini topishimiz kerak. A1 hamda A2, S1 hamda S2 romblarning yuzi. Mana formulalar. Tomonlarning nisbati koeffitsiyentga, ya'ni K ga teng hamda perimetrlarning nisbati ham K ga teng. Demak, A2 taqsim A1 teng bo'ladi P2 taqsim P1 ga. Demak, bilamizki, rombning yuzi S barobar A kvadrat edi. Ushbu formuladan foydalanib olsak, S2 taqsim S1 P2 taqsim P1 ning kvadratiga. P2 taqsim P1 bu yerga teng bo'lyapti A2 taqsim A1 ga. Mana, demak, sonlarni formulaga keltirib qo'ysak, P2 taqsim P1 ning o'rniga 27 taqsim 18, bularni qisqartirib yuborsak, 3 taqsim 2. 9 ga qisqartirib yubordik. Mana S2 taqsim S1 barobar P2 taqsim P1 ning kvadratiga va 27 taqsim 18 ning kvadrati bu ham teng 3 taqsim 2 ning kvadratiga, bu ham teng bo'ladi 9 taqsim 4 ga. O'ylaymanki, darsimiz sizga tushunarli bo'ldi. Bugungi o'tgan mavzulardan foydalanib mustaqil bajarish uchun topshiriqlar. Darslikning 63-sahifasidagi 26 dan 29 gacha bo'lgan oraliqdagi masalalarni mustaqil bajarasiz. Shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.